Qarshi shahrining qoq markazidagi soat tepasiga o'rnatilgan bayroq ayni dam har qachongidan ko'ra o'zgacharoq tarzda hilpirayapti. Negaki bundan 34 yil avval, ya'ni 1991-yil 18-noyabr sanasi mustaqil O'zbekistonimizning ushbu ramzi rasman qabul qilingan edi. Hayajonli daqiqalar. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan tashkil etilgan tantanali yurish boshlandi. Ot minib yo'l boshlayotgan yurtdoshlarimiz, shahdam qadamlar tashlayotgan harbiylar, ko'zlarida qat'iyat porlayotgan yoshlar esa ertangi kunimizga ishonch tuyg'usidek go'yo. Albatta bu har bir davlatda o'zi qadimdan milliy ramzlar hisoblangan bayrog'imiz, milliy bayrog'imiz, milliy ramzimiz borligidan g'ururlanamiz. Albatta bu ruhiyatimizga ham yengillik bag'ishlaydi. Ayniqsa o'sha tuzilishi, ranglari, har bitta o'sha elementlari ham, detallari ham har bittasi iftixor tuyg'ularini bag'ishlaydi. Bir vatan, bir el, bir bayroq deb nomlangan tadbir ishtirokchilari belgilangan manzilga yetib kelishdi. Kayfiyatlar esa tabiiyki yuqori. Kayfiyatimiz juda ham zo'r. Vatan ishqi va vatanga bo'lgan sadoqat, burch hissiyotlarimiz hammasi qalbimizda jo'sh urib, bayroqlarimizni hilpiratib keldik. Madhiyamiz yangrab, o'sha sportchilarimiz yelkalariga bayrog'imizni hilpiratib ilganda ko'z yoshimizni o'zimiz tiya olmaymiz. Albatta bu bizga faxr. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ham shu yo'nalishdagi tadbir tashkil etildi. Kelajak bunyodkorlari viloyat musiqali drama teatrigacha bo'lgan masofani bosib o'tishdi. Bayrog'imizni ko'rganda men juda ham hayajon, titroq bo'ladi-ku, shunaqa boshqacha g'urur, iftixor uyg'onadi menda. Xuddi bir itlarim jimirlab ketadi to'g'risi. Hozir men juda ham katta hayajondaman, ya'ni bayrog'imiz, faxrimiz, g'ururimizni hamma baralla ko'targan yaxshi kayfiyatda. Bugun shu munosabat bilan barchani bugungi kun bilan tabriklayman. Bosh qomusimizning 5-moddasida davlat ramzlari qonun himoyasidadir deyiladi. Chindan millatning millatligini ifoda etadigan bayrog'imiz iftixorimizdir. Shuning uchun ham jahon shohsupalaridan balandlarga ko'tarilsa, hayajonlanamiz, faxrlanamiz, g'ururlanamiz.